Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Siz Sho'rchi savdo kanalidasiz. Siz bilan Nodir Shoh. Xo'p, yana o'sha YouTube masalasi. Ba'zi birlar uddala olmabdi, ya'ni dasturni yuklay olmabdi. Bugungi o'rgatadigan masalam hamma uchun universal, oson variantini o'rgatib o'taman. Qani boshladik. Birinchi o'rinda telefoningizni olasiz va Google Chrome ilovasiga kiramiz. Va qidiruv bo'limiga Smart to be APK deb yozamiz. APK. Ko'ryapsizmi? Xuddi shunaqa qilib yozing. Smart to be APK deb yozamiz va qidiruv tugmasini bosamiz. Bosganimizda mana bunaqa chiqadi. Birinchi bo'lib chiqadi. Smart to be app. Ustiga bitta bosamiz. Download stabilniy versiyasi bor. Download beta versiyasi. Bu nima desangiz, download stabilniy versiyasi bu ishonchli versiyasi, sinovdan o'tgan versiyasi. Beta varianti esa bu hali sinov tariqasida ishlab chiqilgan variant. Bizga qaysisi kerak? Bizga ishonchli kerak. Bizga download stabilniysini yuklab olamiz. Mana shu stabilniyni yuklab olamiz. Xo'p, ustiga bitta bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shunaqa yozuv chiqadi. Seramni qilamiz. Yuklanyapti. Ko'rib turibsiz? Xo'p, mana yuklanyapti. Hozir yuklab olsin. Xo'p, bundan oldin bizga nima kerak? Mana bunaqa fleshka yoki mikro fleshka yoki katta fleshka bo'lsa ham bo'ladi. Farqi yo'q. Fleshka bo'lsa bo'ldi. Shunaqa narsa kerak. Fleshkangiz bo'lsa ham bo'laveradi. Agar sizda mana bunaqa kartreader bo'lsa, bu kattartirib olasiz. Mana mayda fleshkani kattartirib, keyin mana bunaqa o'tiga kerak bo'ladi. Telefonga suqib, telefondan tashlab olish uchun fleshkani. Agarda mana shunaqa suqib, telefonni zaryadchi joyga suqib, boyagi APK dasturimizni bunga yuklaymiz. Agarda sizda bunaqa narsalar bo'lmasa ham muammo emas. Sizda mana shunaqa fleshka bo'lsa bo'ldi. Telefoningizda fleshka joyi bor. Sim kartani qo'yiladigan joyda mana shunaqa fleshka joyi bor. Shuni suqasizda boyagi dasturni yuklab olasiz bunga fleshkaga. Keyin mana bunaqa narsa kerak faqat. Mana shu kerak. Televizorni orqasiga suqish uchun katta qilib beradi mana shu kartreader. Suqasiz televizor orqasiga mana shu kerak bo'ladi. Faqat shu hech bo'lmasa mana shu bo'lishi kerak sizda. Keyingi ishimiz faylga, provodnikka kiramiz, fayl bo'limiga. Telefonni fayl bo'limiga kiramiz. Mana yuklangan programma Smart to be APK dasturimiz yuklandi. Endi buni fleshkamizga tashlab olamiz. Mana bu fleshkaga. Buning uchun hozir buni suqib olamiz. Mana uni suqib olamiz. Zaryadchiga suqqanimizdan keyin xo'p, faylga kirganingizdan keyin mana bu programma ustiga bosib turasiz, belgilaysiz. Xohlasangiz permislit qilasiz. Permislit qilsangiz telefonda o'zida qolmaydi. Xohlasangiz kopirovat qilasiz. O'sha nuqtani ustiga bitta bosasiz. Kopirovat bor. Hop, biz kopirovat qilaylik. Telefonimiz o'zida ham qoladi. Mana SD kartimiz, boyagi fleshkamiz. Agarda siz ko'tidan olasangiz nakapitel bo'lib chiqadi. Men hozir telefonni o'ziga qo'ydim fleshkani, mayda fleshka edi. Endi buni bu yoqqa masalan qarang, belgiladim. Fleshkani belgiladim, ichiga kirdim. Endi esa bu yerda X bilan выставить turibdi. Выставitga bitta bosamiz ustiga mana fleshkaga kopirovat bo'ldi. Endi nima qilamiz? Chiqib ketamiz endi. Chiqib ketganimizdan keyin fleshkani olamiz. Xo'p, mana shu mayda fleshkamizni kattartirib olamiz. Kartaga qo'yib, endi televizor orqasiga suqamiz. Fleshkani suqqanimizdan keyin mana shunaqa yozuv chiqadi. Ochish, bekor qilish bo'ladi. Biz ochishga kiramiz fleshkani. Agarda sizda ochish chiqmay o'chib ketsa, mana mediani ustiga kirasiz. Ustiga bitta bosasiz, mana chiqadi. Bu ichki xotira, bu televizorda xotirasi, mana bu MXX 100B xotirasi. Bu fleshka. Qarang, bitta narsani unutibman. Shuning uchun videoni o'rtasiga qo'shib yubordim. Qarang. Telefoningizga ilovani yozganingizdan, ya'ni fleshkaga ilovani ko'chirganingizdan keyin mana bu yerdan mana fleshkaga izluvchi bosmasangiz, ilova fleshkada paydo bo'lmaydi. Ya'ni fleshkaga o'tmaydi oxirigacha ilova. Shuning uchun mana shu narsani unutmang. Mana qarang. Ilovani yozib bo'lganingizdan keyin fleshkaga izluvchit bering, chiqaring fleshkani. Mana qarang, izluvchitga bosaman, biroz kutaman. Biroz kutgandan keyin mana yo'q bo'ldi mana bu yerda.
Endi bemalol fleshkani olib televizorga ulaymiz. Xo'p, kirib olamiz fleshkamizga, qo'ygan fleshkamizga. Bu boya aytganimdek, bittasi telefonni xotirasi, bittasi fleshkani xotirasi. Izlaymiz dasturimizda. Xo'p, mana Smart to be APK dastur bor, chiqib turibdi. Ustiga bitta bosamiz, yana kutyapti. Xo'p, qarang. Bekor qilish, o'rnatish degan yozuv chiqdi. Biz o'rnatish tugmasini bosamiz. O'rnatish tugmasini bosganimizdan keyin mana загрузка qilib o'rnatadi dasturda. Biroz kutib turamiz. Xo'p, загрузка qilib bo'lgandan keyin mana OK tugmasi va ochish tugmasi bor. Biz ochish tugmasi birdan ustanovka qilamiz. Kiramiz, birdan ichiga kirib ketadi. Xo'p, ichiga kirib ketadi mana. Biz tortgan dastur. Bizda hozir ustanovka qilingan. Sizda esa ustanovka qilasiz. Ustanovka qilish uchun ikkinchi tayyorlagan videomizni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi videomizni ko'rganingizda shu ustanovka qilish jarayonini ko'rsatganmiz ikkinchi videomizda. Bu hozir 3-videom. Bunda men fleshka yordamida ustanovka qilishni ko'rsatyapman. Xo'p, kanalimiz a'zolari, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.